Bo'ladi, o'qigan bo'lardim. Agar o'zimni vaziyatdan kelib chiqsak, yo'q. Albatta, turk tilidan sertifikat qozonganman. Parallel ravishda Turkiyaning eng nufuzli universitetida o'qish imkoni bo'lsa o'qigan bo'lardingiz? Agar o'zimni vaziyatdan kelib chiqsak, yo'q. Nima sababdan? Ishim bor chunki. Qarang, semestriga $125 bo'lsa, faqat onlayn darslar bo'lsa, faqat imtihonlar yuzma-yuz Toshkentda bo'ladigan bo'lsa-chi? Shuncha imkoniyat. Yo'q, yaxshi variant. Zo'r variant. Ani sharoiti borligi misol uchun vaqtini nimaga ishlatishni bilmayotganlar uchun yaxshi variant. Lekin aynan ishi bo'lib turib, kasb bo'lib turganlarga sal qiyinroq deb o'ylayman. Chunki ishim taqozo qilganligi uchun emas, o'sha universitet topshirganman-da. Parallel ravishda Turkiyaning eng nufuzli universitetida o'qish imkoni bo'lsa o'qigan bo'lardingiz? Albatta. Semestrga $125 dan. Darslar onlayn, lekin imtihonlar yuzma-yuz Toshkentda bo'ladi. O'qigan bo'lardingiz? Bir semestrga $125 bo'lsa, darslar onlayn, imtihonlar yuzma-yuz bo'lganda o'qigan bo'lardingiz? Sizni eng ko'p nima tomonni qiziqtiradi? Qaysi tarafga qiziqadi? Onlayn ta'lim. Onlayn ta'limda udobli shu. Udobli. Boshqa ishlarga ham ulgurasiz. Parallel ravishda Turkiyaning eng nufuzli universitetida o'qish imkoni bo'lsa o'qigan bo'lardingiz? Balkim. Biz ko'rish kerakmi? Qarang, semestrga $125 bir semestr uchun. Undan tashqari darslar onlayn, imtihon yuzma-yuz Toshkentda bo'ladi. Shunaqa taklif berganda o'qigan bo'lardingiz? Unda O'qish imkoni bo'lsa o'qigan bo'lardingiz? Ya'ni onlayn dars universitetda, imtihonlar yuzma-yuz bo'ladi. Bo'ladi, o'qigan bo'lardim. Agar o'qimoqchi bo'lsangiz, Anadolu universitetini tavsiya qilamiz. Mana, qulayroq. Rahmat. Bir semestr uchun $125, darslari onlayn, imtihon esa Toshkentda yuzma-yuz bo'ladi. Yana diplomi butun dunyo tan olgan. O'qigan bo'lardim. Agar rostdan o'qimoqchi bo'lsangiz, Anadolu universitetini tavsiya qilamiz. Bitta kurs uchun. Parallel ravishda Turkiyaning nufuzli universitetida tahsil olish imkoniyati bo'lsa o'qigan bo'lardingiz? Albatta, turk tilidan sertifikat qozonganman. Agar o'qimoqchi bo'lsangiz, Anadolu universitetini tavsiya qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Parallel ravishda Turkiyaning eng nufuzli universitetida o'qish imkoniyati bo'lganda o'qigan bo'lardingiz? Anadolu universitetini tavsiya qilamiz. rahmat. Parallel ravishda Turkiyaning eng nufuzli universitetida tahsil olish imkoniyati bo'lganda o'qigan bo'lardingiz? Albatta. Magistraturaga borib, tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Kelgusida borib topshiraman. Kelgusida emas, endi shu yili. Xudo xohlasa. Anadolu universitetini tavsiya qilamiz. Parallel ravishda Turkiyaning nufuzli universitetida tahsil olish imkoniyati bo'lganda o'qigan bo'lardingiz? Albatta. Qarang, bir semestr uchun $125. Darslar to'liq onlayn, lekin imtihon yuzma-yuz Toshkentda bo'lganda o'qigan bo'lardingiz? Mayli, o'qirdim.